Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Javohir. Navbatdagi kompyuterxonamizga kompyuterlar tayyor bo'ldi. 50 komplekt kompyuterlarni olib keldik. Davom etamiz hurmatli obunachilar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin kompyuterlarni olib kelib tushirdik. Hop, bu yerda mebellar ham bor. Mebellar, kreslolar hammasi o'zimizdan bo'lgan. Demak, shunaqa tovarlarimiz ham bor. Olib kelib o'rnatib berishadi. Bizlar mebelchilar mebellar. Kreslolar tayyor holatda bo'ladi. Buni ham butun O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz. Hop, bu kadrlarda ko'rishingiz mumkin kompyuterlarni ustanovka qilish jarayoni. Qisqa qilmasak bo'lmaydi, video cho'zilib ketadi. Shuning uchun to'liq videoni ko'raman desanglar, YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. vertixpro.com deb yozsangiz, любой joyda chiqadi. Demak, YouTube'da ham, Instagramda, Telegramda shu nickname orqali topishingiz mumkin bizani. Xo'p, demak, bu kompyuterlarimiz xarakteristikasi narxini ham bizning Telegram yuqoridagi kanalga kirib bilishingiz mumkin. Demak, boshidagi 30 ta kompyuterlar offline o'ylash uchun, 10 ta online o'ylash uchun va 10 ta yana kuchliroq onlayn o'ylash uchun kompyuter sborka qilaman. Ko'rinishlari juda ham ajoyib bo'ldi. Akvarium keysdagi mexaniskiy klaviatura, mushkula bilan. Hurmatli obunachilar, sizlar ham xuddi shu tarzda kompyuter zakaz qilishingiz mumkin. Kompyuterxonalar uchun kompyuterni terib, olib borib o'rnatib beramiz. Qo'lda hamma xizmatlar bor. Xudo xolasa mebellari ham bor. Mebel, kreslo murojaat qilaverasizlar. Shu butun O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz.